Yaqında o'rta maktab o'quvchilari ichida mana xomushlik kasalligiga giribtor bo'layotgan bolalarning soni sal eshib kelyotdi. Shunga maktablarda bolalarning ro'yi sog'lomligiga alohida ko'ngil bo'lyotdi. Tangshash ilib beryotdi, dars o'tyotdi va sinab tekshirish ilib beryotdi. Bir qism shu kasallikka giribtor bo'lgan bolalarni bevosita ota-onalar doktorxonaga olib borib, doktorxonada yotqizib turib davolash ilib berilyotdi. Buni men xato demoqchi emasman. Ammo doktorxona davolash ilib berib, dori bergan vaqtda mushu dorini oila qaytgandan keyin doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ichmay, bolalar o'zi xohlagancha miqdorda ichib, hatto ba'zi vaqtda bu dorining aks ta'siri sal og'ir ekan deb aks ta'sirini to'xtatish uchun ota-onalar to'xtat bo'ldi deb biroqla dorini to'xtatgan ahvollar bek ko'p uchrab ketdi. Amaliyotda haqiqatan bu ro'y kasalligining dorilarining asos jihatdan aks ta'siri bor bo'ladi. Shunga buni cho'qim doktorning resepti asosida ichimiz. Lekin bu dorini o'z oldiga bevosita to'xtatgan chog'da buning zahmisi va xatari texmi og'ir bo'lib ketishi mumkin. Agar xomushlik kasali bir qadar og'ir bo'lib, doktorxonada dori orqali davolanayotgan vaqtda siz cho'qim psixikalik maslahat va yetaklashni qabul qilishingiz kerak. Dori sizning kayfiyatingizni kontrol qilib berish roliga ega. Sizni fiziologiya jihatdan tangshash ilib bordi. Ammo sizni shu kasal qilayotgan, sizga masala paydo qilayotgan qalb zahmisi u sizning qalbingizda yana tugun holatda saqlaqliq bo'ladi. Siz qalb tuguningizni yashmay turib, qalb zahmingizni davolamay turib, har qancha dori ichganingiz bilanmi salmoza saqlashingiz notayin. Shunga o'sha xomushlik kasalligiga giribtor bo'lgan ahvolida mayli cho'nglar bo'lsin, mayli yosh o'smirlar bo'lsin, dori bilan davolanayotgan bo'lsangizmi, cho'qim psixik jihatdan davolanish va yetaklashni qabul qilganingizda buning unumi texmi yaxshi bo'ladi. Men psixik maslahatchi Sanobar Turg'un. 抖音